Oromgoh Sardoba Plus magazinning oldidan to'g'ri asfalt ko'cha bilan kelganingizda yoki ikkinchi tomonimiz pastdan aymaga taxminan 300-400 metr atrofida yaqinida joylashgan mana shu uyimiz endilikda sotuvda. Uyimiz oldi sotuq, lekin oldida alohida e'tibor berib qo'yasiz. Foydalanadigan o'zini joylari ham bor. Agorod qilib, yo bo'lmasam daraxtlik ekib, yo shunchaki stoyanka qilib foydalanishingiz mumkin. Uyimizni uylari jami bo'lib 5 xona, har bittasiga haqida tushuntirib o'taman. Undan oldin ahamiyat berib qo'yasiz. Mana bu yerdan beton quyib qo'yishgan. Bu yerga mana 2 ta 3 ta uyni bemalol sig'dirsangiz bo'laveradi. Darvozadan kirganimizda chap tomonimizda yakkali bitta xonamiz bor. Xohlagan maqsadda foydalanish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Undan keyin uy dahliz ko'rinishidagi xona uyimiz ichida sanuzul bilan, ya'ni hammom bilan birgalikda planirovka qilingan. Pastda podval qismimiz ham bor ekan. Tepasi patologi 3 metrli, bunaqasiga naqd 11 metr. Uni ham xona sifatida foydalaning, xohlasangiz omborxona. Chekkada hojatxona va katta komplashatkamiz. Bu yerda qo'shimcha qurilish qilish uchun yana qo'shimcha anchagina joylari bor. Tepa tomonimizda yana 2 xona uyimiz bor ekan. Hozirda o'zlari yashab turishgan uy dahliz ko'rinishida bo'ladi. Joyimizda kommunal tarmoqdan gaz, suv, svet hammasi mavjud. Oromgohga yaxshi lokatsiyasida joylashgan, hujjatlari ham joyida. Narxi 73 ming dollar, yana kelishadigan joyi bor. Egalar telefon nomeri doimgidek videoning pastida aloqaga chiqib, mana shu hovlini sotib olsangiz bo'ladi.